Rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jami' Sahihdan kaburat xiyonatan an tuhaddisa akhaka huwa laka bihi musaddiqun va anta lahu bihi kadhibun. Rasululloh aytadilar, eng katta xiyonat nima? U eng katta xiyonat. Eng katta yolg'on nima? Yolg'on. Birodaring seni so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirishing. Seni rost gapiryapti deb ishonib turgan joyda bilib turib yolg'on gapirishing. Bu eng katta yolg'on. Bu yolg'on gapirayotgan odam, xiyonat qilayotgan odamchi o'zi his qiladi nima qilayotganligini. Tozasi nima degan oshna deydi. Tozasi mana shu zo'ri